Agar kim shu ishni qilgan bo'lsa, lekin yaxshi ish qilmabdi. Biz mana shu toshni kecha qilib ketgan edik. Beton quyishga tayyor qilib bardorni toshdan ishlab ketgan edik. Bugun kelsa, mana shu sindirib, buzib ketishdi-da mana. Mana shu ahvol. Kim qilgan bo'lsa ham mana shu ustani mehnatini, qancha mana shu optoda quyoshda tik quyoshda ishlaganini, peshini qancha peshini terib ketganini, mehnat ketganini, qancha xarajat ketgan bunga. Mana shu qilgan ish yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar, qaranglar. Nima qilish kerak bunaqalarni? Nima qilish kerak? Bu o'zi kafildan bo'lgan edi, pastroq edi. Mashinalar chiqib ketaverib, sindirib yuborgan uchun toshdan qilib ko'tarib, mana 20 sm balandlikda ko'tarib qo'yamiz. Uy egalari toshni uyga olib kirib qo'yishgan ekan, mana shunaqa qilib maydalanib ketgan. Qaranglar ahvolni. Nima qilsa bo'ladi bunaqalarni? Nima qilsa bo'ladi? Ertaga oxiratda javobini beradi bunaqalar, baribir. Lekin yaxshi ish qilmabdi. Ustaning shuncha mehnati